katta gektarda gilos bog' tashkil qilayotganda mana shu xatolarga yo'l qo'ymaslikdan so'raymiz. Chunki bir xil nav tanlansa 20-30 gektarlabda tabiiy sharoit kelib chiqadi sizlarda ish kuchi yetishmovchiligi. Chunki gilos bir paytda pishib oladi, 30 gektar yer maydonida bir xil sort tashkil qilinganda ishchi kuchiga juda katta nima desam bo'ladi sizlarga. Odam kerak bo'ladi. Bunda navlarni ketma-ketligini etap-metap pishib yetiladigan navlardan ekishlaringizni tavsiya qilamiz. Bu ko'rib turganlaring mana shu Sweet Ariana gilosi bo'ladi. O'rtoqlar, hozir uzum jarayoni ketyapti. Bu yerda minglab odamlar ishlayotganini ko'ryapman. Mana Sweet Ariana demoqchi bo'lganim 1 gektar, 2 gektar, 5 gektargacha hissalaring odam o'zgartirasizlar. Atak 30 gektar, 40 gektarlar bir xil sort qilish xato bo'ladi gilosda. Video foydali bo'lgan bo'lsa, gilosdan bog' qilayotganlarga tasab qo'yinglar. Har xil sortdagi gilos ko'chatlari sotuvda bor. Ko'rganlaring Sweet Ariana sorti.